2, 3. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Xalq tabobat assotsiatsiyasi Samadov Otamurod bo'laman. Bugungi mavzu o'sha bel og'riq, belda grija, o'ng oyoq, chap oyoq qachon og'riydi, o'shani ko'p insonlar bilmaydi. O'shani tushuntirib o'taman. Hozirgi kunda noto'g'ri ovqatlanishda bizda kechqurun o'tirish, tug'ilgan kunlar, bazmlar, to'ylar bo'ladi. O'sha paytda insonlar ko'p ovqatlanib qo'yadi. Soat 11, 12, 1, 2gacha ham ko'plar o'tirib choyxonalarda yeb ichar ko'p bo'lgandan keyin u dimlanib qoladi. Ertasidan keyin beli og'riq boshlaydi, oyoq og'riq boshlaydi. Keyin yurakda sanchiqlar bo'ladi, ko'krakda og'riqlar bo'ladi. U dimlanishdan bo'ladi. Qanday holatda? Soat 11 dan 1 gacha ovqat yemash kerak kechqurun. Agar qorni och qolib ketsa, o'sha paytda bitta issiq suvga asal choy solib ichib olsa yaxshi bo'ladi. O't sahrosini soat 11 dan 1 gacha ochadi. O'sha paytda ko'p insonlar qorni och qolib ketsa, xolodilnikdan bir narsa yeb oladi. Bizda kinomiz ham bor-ku, o'g'lim ovqatingni yemaysanmi deb kechqurun turib ovqatlanib ketadi. Xuddi shunaqa odamlar bo'ladi. Ular pastayani beli og'riq, shu qon qo'yiq, asabiy, og'zidan noxush hidlar keladi. Bu asorati o'ti dimlanib qolishi. Agar bizni o'timiz dimlanib qolsa, bo'g'im og'riqlar qanday holatga keladi? Grija olib kelishi mumkin. Bu dimlangandan keyin ichaklar siljib ketadi, tortilish bo'ladi. Mana X bo'lib ketadi. Bu oyoq, o'ng oyoq kalta bo'ladi. Chap oyoq, ya'ni 1 sm, 2 sm kaltarib ketadi. Tortish natijasida o'ng oyoqda put orasiga og'riq beradi, o'ng oyoqda orqasidan og'riq beradi, tizzani orqasi o'ng oyoqda og'riq beradi agar u dimlanib qolsa. Chap tomon yurakka sanchiq beradi, mana orqa ko'krakka sanchiq beradi. O'shaning uchun pastayam insonlar voy yuragim dedi, infarkt bo'ldimi yo boshqa kasallik bo'lib qo'rqadi, u dimlanishdan ko'proq kelib chiqadi. Endi o't dimlanganda bizda insonni tanasini oladigan bo'lsa, o't o'ng tomonda turadi har doim, o't dimni tortiladi. Mana bu tas, mana bu holatda bo'lsa, tortilgandan keyin mana qiyshaysh holatda bo'ladi. O'shaning uchun mana bu yerda nerv qisiladi hamda bu yerda L4, L5 grija hosil bo'ladi. Umurtqa qiyshayib ketadi. Mana ko'pincha umurtqalar qiyshiq holatda rasmga tushadi, rentgen tushganda mana qiyshiq. Hamma odamning o'ti o'ng tomonda bo'ladi. Agar asabiy bo'lsa, uyqusiz bo'lsa, stress bo'lsa, biron narsadan norozi bo'lsa, ya noto'g'ri ovqatlanish bo'lganda o't tortilib qoladi dimlanadi. O'shandan keyin tas qiyshaygandan keyin o'ng tomondan grija hosil bo'ladi. L5 bilan S1, L4 bilan L5. Bu grija oyoqda orqa tomoni hamda mana bu suyak tomon tortadi muskullarni. Tortilgandan keyin mana bu suyak yemirishi hamda ayollarda shu matka atrofida og'riq, erkaklarda bo'y o'sarga prostata atrofida og'riq bo'ladi. Bu og'riq keyin oyoqning orqasiga beradi. Tizzani orqasida og'riq bo'ladi hamda boldirda og'riq bo'ladi. Bu sababi nimaga? Agar siz biron narsadan xafa bo'lsangiz, hayotda siqilsangiz, stressga tushsangiz, u dimlanib qolaveradi. Keyin o'ng tomon diafragma blokka tushib qoladi. Mana bu blokka tushgandan keyin o'zi bir tomon kalta bo'lib qoladi. Oynaga qaraganingizda boshqa bo'lganda bir yelkangiz past, bir tomon og'ir, mana shu holatda bo'ladi. Bemorlar kelyapti, tajribada ko'ryapmiz, ular kinezologiya qilyapmiz, o't dimlanishini ochyapmiz, belda og'riqlar ham qo'yaveryapti, oyoqda og'riq, yurakda sanchiqlar ham qo'yaveryapti. Endi chap tomonda oyoq og'risa nima bo'ladi dedi. Chap tomonda bizda taloq bor. Mana diafragma blokka tushib qolib, taloq blokka tushib qolsa, chap oyoqqa og'riq beradi. Va mana bu tas xuddi unda ham naborot bo'ladi. Bu tomon tortilib qoladi. Keyin oyoqning orqasiga, putga hamda boldirga, tizzani orqa tomonidan og'riq beradi. Chap oyog'im og'ridi desa. Bu yerda diafragma ishlamay qolsa ham blokka tushib qolgandan keyin odamda talog'i blokka tushib qolsa, bu tomon sahr miqdori oshib ketadi. Ich qotish bo'ladi, qorn dam bo'ladi. Buni ko'p insonlar bilmaydi. Doktorga boradi yoki tabiblarga boradi, kasalni tushuntira olmaydi. Uni oddiy bir manual terapiya, kastaprab, hijoma qilib to'g'rilasa bo'ladi. Bu yerda doktorlar ham ko'plari bu MRT talab qiladi. MRTga tushishi, men doktorlarni yomonlamoqchi emasman. Ular sizlarda kontaktda ishlamaydi, mana bu holat ko'rib chiqadi. Har bitta bo'g'imning orasi tushunadigan inson bo'lsa, bu blokka tushib tortilib qolgandan keyin umurtqaning orasidan chiqqan nervlar qisilib qoladi. O'shaning hisobiga nafas olish bo'lmaydi. Qiynaladi nafas olishga. Endi ruhiy tushkunlikka tushgan, stressga, depressiyaga tushib yurgan ko'proq ayollar bo'ladi, ham erkaklar ham bo'ladi. Hozirgi kunda ko'p insonlar shu holatga tushib qolyapti. Bu nimadan kelib chiqadi? Bu diafragma, mana bu o'pkaning tagida o'ng chap o'pka bo'lsa, tagida diafragma bor. Diafragma blokka tushib qolyapti.
Blokka tushish natijasida havo yetishmaydi miyaga. Miyadan havo yetishmagandan keyin odam stressga tushib qoladi. O'shalarni ham ochsa bo'ladi. Tajribada ko'ryapmiz, ko'p insonlar kelyapti, 1 soatda manual terapiya, kassatrap, fiziologiya qilyapti. Hammasi yaxshi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizning manzilimiz Jizzax shahar Madad Shifo klinikasi. Telefon nomerimiz 91 208 98 68.